Muhammad ibn Yusuf aytadilar: Rasulullohni tush ko'ribman. Menga qachongacha fiqh o'qiysan? Mening kitobimni o'qisang bo'lmaydimi dedilar. Men sizning kitobingiz qaysi deb so'raganimda Muhammad ibn Ismoilning kitoblari mening kitobimdir dedilar. O'sha paytdagi ulamolardan bo'lmish Hokim ismli kishi aytadilar: bu dunyo ostin ustun qilib yuborilsa ham Buxoriy kabi hadis biluvchi va uni yodlovchi odam topilmaydi. Buxoriy kabi hadis biluvchi va uni yodlovchi odam topilmaydi. Darhaqiqat Imom Buxoriy hazratlari favqulodda noyob iste'dod sohibi edilar, deya nafaqat yurtimiz ulamolari va islomshunos olimlarimiz, balki 1,5 milliarddan oshgan musulmon olami ham Benazir bobomiz nomini iftixor ila tilga oladilar. To'g'ri, dunyoda nomlari ko'p, zikr etiladigan mashhur zotlar ko'p, ammo buyuk muhaddis Imom Buxoriydek milliardlab qalblarni zabt etgan boshqa allomalar bo'lmasa kerak. Amakim bo'lar edi, Zaynulloh degan. Shu amakim 1995-96 yillarda Misrga safar qildilar. Va Misr safaridan so'ng qaytib kelgach, Samarqandda bir ma'rakada, to'yda bir voqeani bizga aytib berdi. Ya'ni o'sha Misrga borganimda, Misr poytaxti Qohirada biz bilamizki, dunyodagi eng uzun daryo Nil daryosi Qohira bo'ylab oqib o'tadigan daryo. Va bir necha davlat hududidan o'tadigan 5000 kilometrdan uzun daryo. Mana shu daryo bo'yida bir kemaga, paroxodga o'tirdik va paroxod Nil deltasi yoqasi bo'ylab turli joylarga, muzeylarga, bir tomoshabob joylarga to'xtab, o'rtada bir orolga bordik dedi. Orolda tushlik qilishimizga to'g'ri keldi va o'sha yerda tushlik qilish asnosida restoranning rahbari qaysi yurtdansizlar deb savol berdi menga dedi. Keyin men O'zbekiston degan edim. Tabiiyki, u payt O'zbekiston endi istiqlolga erishgan yillar bo'lganligi sababli O'zbekistonni tanimadi ular dedi. Shunda meni hayolimga birinchi kelgan narsa bu Arab islom davlati ilmni biladi dedimda, Imom Buxoriyni ham yurtiman deb aytdim dedi amakim. Shunda ular o'sha restoran xo'jayini ajablandi, Imom Buxoriyni ham yurtimisan deb aytdi. Albatta shunday ham yurtiman desam, aytchi menga Imom Buxoriyni qadamjosini, ya'ni qabrini borib ziyorat qilganmisan degan savolni berdi. Keyin men o'sha Samarqanddagi yashash manzilim Imom Buxoriyga 9 kilometr masofa bo'lganligi sababli har haftani dam olish kunlari farzandlarim bilan borib Imom Buxoriy boboni ziyorat qilib qaytaman deb aytdim dedi. Shu gapimga mana shu restoranning rahbari ishonqiramasdan yana qaytadan savol berdi. Imom Buxoriyga rostdan qabriga borib ziyorat qilganmisan degan savolni ishonchsizlik bilan yana menga berdi. Men ta'jublanib, albatta men jiddiy aytyapman. Har haftani shanba kunlari farzandlarim bilan borib ushbu qadamjoda duoyi fotiha qilib ziyorat qilib kelaman deb aytdim dedi. Keyin u kishi menga bir kuldida qayerga joylashdingiz deb so'radi dedi. Shu Qohiradagi Qohira Palace bir katta mehmonxonani nomini aytgan edim, indamadi dedi. Keyin biz u yerda tabiiyki o'sha ovqatlanib bo'lgach safarimiz davom ettirdik. 10 kunlik muddatga borgan edim dedi va 10-kuni qaytish kunimiz o'sha Qohiradagi markaziy katta o'sha joy o'zlari joylashgan mehmonxonani rahbari bu kishining nomerlariga o'sha xizmatkor yigitlar bilan birga kelib, siz o'sha Imom Buxoriyni ham yurti bo'lgan insonsizmisiz, palonchi nomerdagi deb aytdi dedi. Manman deb aytdim dedi. Bir konvertda bir narsani uzatyapti menga dedi. Bu nima deb aytsam dedi. Bu o'sha Nil daryosida siz sayohat qilgan bir oroldagi restoranning xo'jayini sizga tuhfasi, Imom Buxoriyga bo'lgan hurmatlarini ramzi sifatida sizni Qohirada bizni mehmonxonamizda yashagan 10 kunlik to'lovingizni u kishi o'z zimmalariga oldilarda, mana shunday Imom Buxoriyni ham yurti bizga kelganda biz u kishiga xizmat qilish bizni burchimiz deb aytib, siz to'lagan hamma pullaringizni sizga qaytarib berish majburiyatini bizga qo'ydilar deb aytdi. Ta'jublandimda, mayli deb hurmat yuzasidan u o'zim to'lagan summani oldim deydi. Va amakim shu yerda aytayaptiki, bir dona fikrni aytdi-da. Qissadan hissa dedi. Biz buyuk ajdodlarimiz, bobolarimiz to'g'risida gapirganimizda ularni faqatgina boy madaniy, ma'rifiy, ilmiy merosini, barakasini gapiramiz dedi. Lekin qariyb Imom Buxoriy bobomizga 1150 yildan ortiq, qariyb 1200 yil bo'lyaptiki,
hali hanuz o'z yurtdoshlariga, vatandoshlariga, avlodlariga nafaqat ma'naviy va ma'rifiy merosi, balki moddiy nuqtai nazardan ham manfaatlari tegayotganligiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim deb aytadilar va aytadiki, mana shu narsani o'zi buyuk shaxslarni barakoti, ularni fayzi, ularni mana shu yurtga taratayotgan bir barakasi bo'lib hisoblanadi dedi. Imom Buxoriyning sahih kitoblariga 100 ga yaqin sharhlar yozilgan. Buyuk muhaddis bobomiz Al-Jami as-Sahih asaridan tashqari yana bir qancha kitoblarning muallifi hamdirlar. Adabul Mufrad, Birrul Volidayni, Tarixul Kabir, Musnadul Kabir, Kitobu Asmoi Sahoba, Tafsirul Kabir, Xalqu Af'oili Obod, Sulosiyatul Buxoriy, Hadisun Nabaviy va boshqa kitoblar shular jumlasidandir. Ana shunday ulug' zotning qabrini Sovet zamonida qarovsiz qoldirilishi, u yerga odamlar borib ziyorat qilishlariga to'sqinlik qilinishi zamirida mahalliy aholi o'zining jahonga mashhur allomalarini bilmasligi kerak degan qora niyat bor edi. Chunki sovetlar uchun bu mamlakatda juda katta qadriyatga ega bo'lgan xalq shakllanishi mumkin emas edi. Va bu mamlakatda daholar emas, faqat qishloq xo'jaligi xodimlari, paxtachilik bilan shug'ullanadigan paxtakorlar yetishtirishi mo'ljallangan edi. Chunki bu xalqning orasidan yetishib chiqqan daholarni yetishib kelayotgan avlodlar bilishi muhim emas edi. Chunki xalq miyasiga faqat paxta yetishtirish, qishloq xo'jaligi xodimlari bilan shug'ullanadigan maxsus katta jamoani shakllantirish o'zining buyuklarini, buyuk tarixini bilishi mumkin emas edi. Imom Buxoriyga o'xshagan daholarini atalib xalqni yashirib kelishi. Chunki bu kabi musulmon olamining juda katta muhaddisi avliyo Imom Buxoriyni xalq bilishi mumkin emas edi. Agar xalq bunday o'zini daholarini bilsa, qalban uyg'onsa va mustamlakachilarga bo'lgan nafrati ayon bo'lardi va mustamlakachilikka qarshi kurashishi aniq edi. O'shaning uchun Imom Buxoriydek buyuk bir avliyo bobolarimizni xalqimizdan qabrlari, ziyoratgohlari yashirinib kelindi. O'sha mash'um rejaning boshida turganlar vaqti soati yetgach, shafqatsizlikka asoslangan saltanat qulab, ular tomonidan xarobaga aylantirilgan maqbara o'rnida dunyoning hayrat va havasiga sazovor bo'lgan muhtasham Imom Buxoriy majmuasi barpo etilishini hayollariga keltirganmi yoki yo'qmi, ammo ularning qabih niyatlari amalga oshmadi. Allohning buyurgani bo'ldi. Xalqimiz va dunyoning musulmon ahli bugun Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasiga oqib kelmoqda. 2024-yilda men Buyuk Britaniyaning Oksford universiteti tadqiqot markazida, Islom tadqiqot markazida malaka oshirish imkoniyatiga musharraf bo'ldim. O'sha yerda Oksford universiteti 2024-yilga reyting bo'yicha dunyodagi top universitetlar, eng sifatli dars beradigan va eng yuksak maqomga ega bo'lgan universitetlarning ichida top 10 talikda demayman, top 1-o'rindagi universitet. 1-o'rindagi universitet maqom nuqtai nazardan dunyodagi. O'sha yerda Islom tadqiqot markaziga birinchi borgan kunimiz haftaning dushanba kuni edi, esimda 11 da ma'ruzaga bir konferensiya zalga kirishimiz to'g'risida bizga e'lon berishdi. Majlis bo'ladigan joy Buxoriy Rum deb yozilgan. Va o'sha adres manzil bo'yicha tushib borsak, haqiqatan ham juda katta bir zal, ilmiy anjuman bo'ladigan, butun dunyoni, yer sharini, yer kurrasini barcha davlatlardan olimlar kelib, mana shu islom tadqiqotlari bo'yicha o'zlarini ilg'or ilmiy izlanishlarini, natijalarini aytib beradigan maskan Buxoriy konferensiya zali ekan. Men ajablandim. Bu tadqiqot markazining yuragi Buxoriy nomi bilan atalar ekan. Va men o'sha yerda olimlar bilan bir oy davomida muloqotda bo'lish jarayonida bir narsaga amin bo'ldimki, dunyoda minglab muhaddislar bor ekan. Men o'sha yerda shunga ularni maqomi, darajotlari to'g'risida bahs munozaralarda aytildiki, shularni minglab muhaddislarning eng buyuklari o'sha 6lik, kuchli 6lik, sihohi sitta deylar ekan va o'shalar ichida ikki buyuk shayx, o'sha Imom Buxoriy va Imom Muslim va undan ham eng qizig'i mana shu Imom Muslim rivoyat qilgan hadislar ham ba'zan muhokama qilinar ekan. Bu joyi demasmikin, balki nimamikan deb Imom Buxoriy rivoyat qilingan hadislarni tamomila
muhokamasi bo'lmas ekan. U to'g'risida fikr bildirishga hamma ojiz ekan, u to'laligicha tan olinar ekan. Va u yerda bilasizmi, biz o'zbek hamjamiyatida bugun biz olimlarimiz, yozuvchi shoirlarimiz Imom Buxoriyning asarlarini o'rganayotganimizda bitta gap aytamizda. Ya'ni aytamizki, Qur'ondan keyingi o'rinda turuvchi ikkinchi buyuk manba hadislarni jamlagan degan fikrni aytamiz. Yangi atamaga duch keldim. Imom Buxoriy bobomizni mana shu boy merosini to'g'risida ular aytishadiki, birinchidan keyingi ikkinchi emas, ya'ni Qur'ondan keyingi ikkinchi o'rindagi manba emas, balki birinchidan keyingi birinchi degan nomni ishlatadi. Ya'ni Imom Buxoriy to'g'risida va u kishining yozgan asarlari to'g'risida soniy ikkinchi degan raqam ishlatilmas ekan. Qur'ondan, ya'ni birinchi manbadan keyingi birinchi o'rinda turadigan manba degan jumla olimlar orasida leksikonga, ya'ni muomalaga kiritilgan ekan. Shunga men o'zim guvoh bo'ldim. Va bu orqali ham men o'sha nima deydi, qaysidir ma'noda g'ururlanishga haqqim bor, g'ururlandim, faxrlandim. Sababi o'sha atrofimizda menga o'xshab malaka oshirishga borgan Bangladeshlik eng kuchli professorlar, Misrda Al-Azhar universitetining olimlari bilan birga biz muloqotda bo'ldik o'sha oy davomida va ular shu ko'pincha menga shu Imom Buxoriyni eslatib, shu kishini avlodisizlar, sizlar Amir Temurning avlodisizlar, Imom Buxoriyning avlodisizlar degan bir yaxshi nima deydi, munosabatda bo'ldi. O'sha biz hozir yuqorida aytdik, 1200 yil oldingi bobomizning barakotlari hali hanuz bizga nur taratib turibdi va men aytishim kerak, shu hududda yashaydigan minglab odamlar mana shu yerda Imom Buxoriy bobomizni ziyoratgohi atrofida xizmat qilib turistlarga o'zlarini kunlarini ko'ryapti. Juda ko'p odamlar servis, o'sha turizmni rivojlanishiga hissa qo'shyapti. Ya'ni kim bu Imom Buxoriy bobomizni, bu ham meni nazarimda o'ylaymanki barakotlari, fayzlari, yurtlariga qaysiki o'zlari vafot etib ketgan bo'lsalar ham o'sha muqaddas kitoblarda keladi, buyuklar hech qachon vafot etmaydilar. Ular abadul abad yashaydilar deydi. Chunki haqiqatan ham bugun mana shu Imom Buxoriy kabi bobolarimiz bizning qalblarimizda hayot va biz u kishilarning asarlarini o'qish, mutolaa qilish orqali o'z hayotimizni to'g'ri yo'lga qo'yamiz. Va biz ko'pincha talabalarga men bitta narsani aytaman, shu Imom Buxoriy bobomizning buyuk bir hikmatlari bor. U kishi aytganlarki, dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagaydi. Ya'ni dunyoni najoti qutqaruvchi narsasi bu faqatgina ilm izlash, ilm olish ekan. Shu sababli biz mana shu ajdodlarimizni boy ilmiy merosini o'rganish, men o'ylaymanki, mana shu yurtning har bir farzandini muqaddas burchi bo'lib hisoblanadi. Imom Buxoriy o'z davrining eng buyuk allomalari qatoriga ko'tarila olgan noyob iqtidor egasi edi. U o'z vatani Buxoroy sharifdan hali o'smirlik paytida chiqib ketgan bo'lsa-da, hayotining asosiy qismini 30, 25, hatto 40 yillik deb aytiladi ayrim manbalarda, umri davomida musulmon mamlakatlarida sahih hadislarni to'pladi. Va aytish kerakki, u paytda samolyotlar, poyezdlar, avtomashinalar yo'q edi. U paytda bir mamlakatdan boshqa ikkinchi mamlakatga, bir shahardan keyingi shaharga borish uchun tabiiyki ot ulovlardan, savdo karvonlaridagi tuyalardan foydalangan va aksar hollarda Imom Buxoriy hazratlari poyi piyoda kezganlar. Tasavvur qiling, bu oson ish emas, lekin bugun Imom Buxoriyning buyuk shon shuhratga havas qilganlar bilishlari kerakki, bu shon shuhratlarning zamirida juda katta mashaqqat, juda katta azob uqubatlar, och nahorlikni boshdan o'tkazishga o'xshagan holatlar bor. Bugun mamlakat prezidenti tashabbusi bilan ko'plab buyuk allomalarimizning nomlari, ularning qoldirgan noyob asarlarini xalqimizga tanishtirishga alohida ahamiyat berilyapti. Bu bejizga emas, chunki har bir xalq va millat o'zining ildizlarini bilishi shart. Quvvat oladigan o'q tomiridan ajralgan elning holi voy. Shunday ekan, ulug' ajdodlarimizning ilmiy yoki badiiy asarlarini bilish asosida ularning tarjimai holidan ham batafsil xabardor bo'lishimiz kerak. Ayniqsa Imom Buxoriydek ulug' allomaning ajdodlari, uni tarbiyalagan ustozlari va tug'ilgan joyi haqidagi ma'lumotlar aniqlanishi juda muhim. Muhaddislar sultoni Imom Buxoriy haqidagi hujjatli filmning birinchi qismida u zotning eng birinchi ustozi Abu Hafs Kabir Buxoriy haqida ma'lumotlar taqdim etildi.
Endi esa Imom Buxoriyning tug'ilgan joylari va ul zotning kindik qoni to'kilgan uy haqida surishtiruv ishlari olib boramiz. Xabaringiz bor, Samarqandda barpo qilingan Hazrat bobomizning nomi bilan boshqatdan tiklangan majmua bugun butun insoniyatni havasini keltiradigan darajada jiloli, hayratli, mahobatli bir imoratga aylandi. Endi ana shunday buyuk dahoni tug'ilgan joyi, uni tug'ilgan uylarini o'rinlari bormikan degan savol ham tug'iladi. Chunki biz yurtimizga kelayotgan juda katta musulmon olamini allomalari, olimlari va dunyodan kelayotgan sayohatchilar Imom Buxoriyni tug'ilgan joyi qayerda ekan, bu Buxoroni qaysi mahallasida ekan degan savolni berishlari tabiiy. Shundan kelib chiqib biz ham ijodiy guruhimiz bilan surishtiruv ishlari olib bordik. Imom Buxoriydek buyuk dahoni haqiqatan ham tug'ilgan joylari qayerda ekan, uni topsa bo'ladimi yoki muammomi? Shu atrofda biroz mulohaza qilmoqchimiz. Bizga bundan 5-6 oylar muqaddam O'zbekiston xalq shoiri, sevimli shoirimiz Abdulla Oripovning qizlari qo'ng'iroq qilib aytdilarki, men yaqinda Buxoroy sharifga bordim. U yerda bir ajoyib ulug' joyni ko'rib keldim. Uni aniqlab ko'rishimizga qaraganda, o'sha yerda yashayotgan odamlarning aytishlariga qaraganda, o'sha yerdagi Xo'ja Zayniddin qadimgi masjidning yonginasidagi hovuz o'sha joyda Imom Buxoriy hazratlari tug'ilgan ekan degan gapni odamlar aytdi. Degandan keyin biz oradan biroz muddat o'tib, mana hazratimiz bilan bog'liq hujjatli film tayyorlash asnosida Buxoroga keldik va o'sha Xo'ja Zayniddin masjidining shundoqqina hovlisida o'sha Shoiraxon Orifova aytgan joyda biz hovuzning o'rnida Imom Buxoriy hazratlarini tug'ilgan uylari bo'lgan ekan. Biz yana bunga aniqlik kiritish uchun Buxoroda yashayotgan Abdug'afur domla Buxoriy bilan ham uchrashamiz hozir. Chunki tarixiy manbalarda ham shu joy zikr qilinganmi, haqiqatan ham shu joyda Imom Buxoriy hazratlari tug'ilganmi degan savolga yana ham oydinlik, aniqlik kiritish uchun endi suhbatdosh sifatida Abdug'afur domla Buxoriyni ham mulohazalariga quloq tutamiz. Rahmatli ustozimiz bor edilar. Sulaymon Xo'ja, Ibn Muxtor Xo'ja, Ibn Ne'matulloh Xo'ja. Bu kishi Hazrati Xo'ja Mahmud Orif Revganiyning avlodlaridan edilar, xo'jalar edilar. Bizga ustoz edilar. U kishi aytadilarki, men Buxoriy shu mahalladan, shu masjidda deb aytar edilar-da endi. Endi shunaqa bir rivoyat bor. Hazrati Xo'ja Zayniddin Bahouddin Naqshbandning chevaralari ekan. U kishilar ham karomat bo'lgan ekan. Buxoro sarkardalaridan bo'lgan Mir Do'stumbiy kelib bu kishidan so'ragan ekanki, mana shu masjid bor ekan shu yerda, mana shuni bir qaytadan isloh qilaman degan aytgan ekanlarki, bu muborak masjid, bu Imom Buxoriy tug'ilgan mahalla, mana shu havuz, mana shu havuz o'rni, havuz bo'lmagan u yerda. Mana shu Buxoriyning havlari joyi, mana shuni tuprog'ini havuz qilasiz, olasiz, tuprog'ini loy qilib, g'isht qilib, pishirib masjid qurasiz degan ekan. Oyoq osti bo'lmasin degan ekanlar. Chunki o'shani aytishadiki, men yosh edim, o'sha qari kishilar aytishadiki, masjidning yonida xumdon bor edi. Shu xumdonga shu g'ishtni pishirishgan ekan. Shu xumdonni pishirib, keyinchalik mana shu masjid qurishgan ekan. Shu xumdon borligida ne aytishgandi, men esimda bor. Shu endi nima deymiz? Hozir biz 70 dan oshgan bo'lsak, 70, 80, 90 yil oldin kishilar aytishganda buni. Ki yonda xumdon bordi. Shu mana shu g'isht loyini olib, g'isht loy qilishib tuprog'ini. Loy qilishib, g'isht pishirib masjidni qurgan deb aytishardi. Lekin bu odamlarni og'zidan og'izga o'tib kelganda tarixiy bir manbada ham yozilgan bormi? Tarixiy manbada yo'q, chunki lekin ustozlarimiz ular Mir Arab madrasasida 20 yil o'qiganlar. Ular o'sha oldingi ustozlari, mana ustozlari domla Yusuf muftiy bo'lganlar. U kishi ustozlari domla Qozi Abdushukur. Qozi Abdushukur Buxoroning katta qozisilar bo'lganlar. U kishi o'g'illari Sharifjon Maqsum, Sabri Ziyo. U kishi domla Abdushukur, domla Hasancha degan zotdan ta'lim olganlar-da endi. Silsilalar bilan boryapti. Ular har bir narsani silsilalar bilan aytgan, fakt bilan aytganlar. Ortiqcha
hali qo'shmaganlar. Shu uchun o'sha ularning gaplari nimaga o'tadi, nima deymiz? Shunaqa muhaddislarda shunaqa bir siqa deyiladi. Ya'ni ishonchli kishilar deyiladi. Agar haqiqatdan ham shu joy bugun Imom Buxoriy boboni tug'ilgan joylari ekanligi isbotlangan bo'lsa, demak bu joy bunday holatda turmasligi kerak. Chunki Imom Buxoriyning faoliyatiga, u kishining maqbaralariga, majmualariga mamlakat miqyosida juda katta e'tibor qaratilayotgan bir paytda u kishining tug'ilgan joylarini bunday hovuz sifatida turishi biroz ko'ngilni xijil qiladi. Mana bitta boshqa fikrim bor edi. Endi o'sha tarixiy narsani buzishlik yaxshi emas. Yonida bir hovli qilish kerakda. Haqiqatan mana shu yerda bo'lgan deb qilsa bo'ladi. Chunki mumkin o'sha nafaslari hech bo'lmasa tekkan bo'lishi kerak. Endi hovuzda ko'rdik, suv ham yo'qda hovuzda. Uni endi hovuzda chiroyli qilib O'rniga qurish kerak deyman. O'rniga qilish kerak, suv qilish kerak, atrofida chiroyli nima qilish kerak. O'sha tarixiy joy turish kerak. Hovuz o'rni tursa oboz bo'lib, chiroyli bo'lib, yonidan demak bo'ladi. ramziy hovli qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Mana shu began, mana o'sha joyni muborak tuprog'i mana bu masjid deb aytish kerak. Yonma-yonma aytish kerak. Turibdi. Shu taklifni siz viloyat miqyosidagi rahbarlarga yoki mamlakat miqyosidagi rahbarlarga aytib bosh bo'lsangiz bo'ladimi o'zingiz? Muftiy janoblar aytganman, u kishi biladilar. Xabarlari bor. Shu yana ikkinchi nima? Imom Buxoriyning tug'ilgan joylari aniq. Dars olgan joylar Masjid Kalonda dars olganlar. Shu Masjid Kalonni ham mana Imom Buxoriyning dars olgan joylar desak, bu ikkinchi tomondan bir zo'r bo'ladi. Yana ikkinchi tomoni. Imom Buxoriy safardan qaytib kelganlarda Masjid Kalonga kelib dars berganlar. 90 ming kishi Imom Buxoriydan mana shu masjidda ta'lim olgan. 90 ming birinchisi Muhammad Yusuf Farabri degan kishi Imom Buxoriydan ta'lim olgan. O'sha paytda shunaqa an'ana bo'lgan, Imom Buxoriy har bir kishiga ijozat berganlarida ro'yxati bo'lgan ekan. Falonchiga men ruxsat berdim deb o'sha katta daftarlari bo'lgan ekan. Shu daftariga 90 ming kishi nomi bo'lgan ekan. 90 ming birinchi, oxirgisi Muhammad Yusuf Farabri bo'lgan ekan. Hozir Sahih Buxoriy hammasi Muhammad Yusuf Farabriyning rivoyati bilan qilingan bu hadis kitob. Surishtiruvlardan ayon bo'lyaptiki, Imom Buxoriy bobomiz tug'ilgan uy Buxoro shahridagi qadimiy Xo'ja Zayniddin masjidi yonidagi joy, ya'ni hozir qarovsiz ahvoldagi hovuz o'rnida bo'lgani aytilmoqda. Buxorolik Abdug'ofur domla aytganlaridek, aziz avliyolar va buyuk allomalar tug'ilgan uy o'rnida azaldan hovuzlar barpo etilgan. Chunki u joylar oyoq osti qilinmasligi kerak degan fikrni aytdilar. Modomiki shunday ekan, Imom Buxoriy tug'ilgan uy o'rni qarovsiz va suvsiz hovuz holida turmasligi kerak. Uni toza, zilol suv bilan to'ldirib, hovuzning atrofiga turli xildagi manzarali daraxtlar ekish, hovuzga tutash joyda muhaddislar sultoni tug'ilgan uyning ramziy ko'rinishi tiklanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi Imom Buxoriy bobomizning qabridan olingan tuproq qayerlarda saqlanayotgani haqida so'z yuritmoqchimiz. Axir bobomizning vafot etganlariga 1000 yildan oshib ketgan bo'lsa, qanaqasiga ul zoti bobarakatning qabr tuprog'i Samarqanddan boshqa joylarga borib qolishi mumkin degan o'y har bir insonda paydo bo'lishi mumkin va bu haqli savol. Imom Buxoriyday bir buyuk muhaddisni qabrlarini ko'chirishda Samarqandga qanday borib qoldingiz? Shu borganingizdan keyingi bo'lib o'tgan voqealarni eslang. Bu ham bir masalan aytaysiz-ku, men o'qimaganman, lekin yetishgansizda o'qimagan bo'lsangiz ham qalban. Shuni hisobga bo'lsa kerak. Qanday qilib borib qoldingiz bu yoqqa? Samarqand bilan Buxoro orasi bir 300 kilometrga yaqin joy. Qabr ko'chirilyapti. Qanday qilib siz borib qoldingiz? Sababi nima? O'zingizcha bir mushohada qildingizmi? Salim Buxoriy, biz manam biz Ahmad Mirzo shu jamoat keyin Samarqandga o'tdik. Birinchi Buxoroda ziyorat qilib, o'qish ustozlarini keyin Samarqandga o'tdik. Keyin Samarqandga o'tdik. Chunki avval ustozga borish kerak. Usmonxon bizani ko'rib yaxshi kutib oldi, keyin Alimov muftimiz rahmat. Kelganlaring yaxshi bo'ldi. Ana bu kun qabr ochildi. Muborak to'proqni olib boradigan sizlar bo'ldinglar dedilar.
darhol o'sha muborak to'proqni olinglar. Biz ham juda xursand bo'ldik. Qabr boshiga bordik. Ana ishchilar ishlab turibdi. Keyin marhamat muborak to'proqni olinglar. Man har doim bo'ynimga bir ro'mol bo'lib uxlashab yuraman rido. Shuni oldimda-yu yozib o'sha qabr muborak to'prog'ini shunga soldim. Ularga aytdim, takbir aytib turinglar. Ya'ni islomda shunday bir borki, Alloh akbar deb bir takbir tashriq aytmoqlik juda ham zarur. Demak, qabr ko'chirilayotgan paytda Ha, takbir aytib turinglar. Men to'proqni olaveraman dedim. Ular takbir aytib turishdi. To'proqni yiqqandan keyin o'zimni tiya olmadim. 100 minglab, millionlab buxorolik kelgan. Menga bu to'proqni, bu muborak to'proqni menga nasib qildi. ko'chirish qarang. Ha, o'zimni hech sig'dirolmadim. Yig'idan to'xtamas 2 rakat o'sha joyda shukrona namozni ado qildim. Keyin rasmga tushirishdi. O'tgan asrning 90-yillari oxirida buxorolik taniqli ijodkor Sadriddin Salim Buxoriy, vobkentlik Abdusalom xo'ja ikkalalari o'sha paytdagi Buxoro viloyati Inturis idorasi boshlig'i bo'lib ishlayotgan vatanparvar inson Ahmadjon Husaynovning huzuriga keladilar. Chunki bu uchovlon har doim Ahmadjon Husaynovning uyida uchrashar, Buxoroning tarixiy shaxslari, ular qoldirgan madaniy va ma'rifiy merosni aniqlash, uning tarixini o'rganish, shu asosda maqolalar e'lon qilish rejasini tuzar edilar. Bu gal Samarqandga borib Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qilish va shu bilan birga samarqandlik diniy ulamo Usmonxon Alimovning uzoq umr ko'rayotgan nuroniy otasining duolarini olib, Sadriddin Salim Buxoriy ushbu safar va ziyorat taassurotlari asosida bir maqola yozmoqni niyat qiladilar. Samarqand safaridan oldin ular Buxorodagi Imom Buxoriyning birinchi ustozi Abu Hafs Kabir qabrini ziyorat qilib, undan keyin yer yuzining husni jamoli bo'lmish Samarqand sari yo'l oladilar va o'shanda Imom Buxoriyning qabrini biroz boshqa joyga ko'chirish jarayoniga guvoh bo'ladilar. 3 ta ishtirokchidan Sadriddin Salim Buxoriy va Ahmadjon Husaynovlar bugun olamdan o'tdilar. Alloh rahmat qilsin ularni. Qabrini ko'chirishda ishtirok etgan va asosiy ishni amalga oshirgan vobkentlik Abdusalom hoji ota bilan suhbatni davom ettiramiz. To'proqni endi men olib qolaman dedim. Boshimning ichiga har kuni Qur'on tilovatini qilaman dedim. Ular ham rozi bo'lishdi. Shu olib keldim. Keyin Sadriddin Buxoriy rahmatullahi u kishi Buxoroga Buxoriy keldi degan o'zlarini she'rlarini ham yaratdi. Naqshbandiya gazetasida rasmlar, shu maqolalar chiqdi. Katta sahifa bilan. Aradan bir hafta 10 kun o'tar o'tmaz bir xarobiy bobo keldi. Aytdi, Hazrati Imom Buxoriyning jasad to'prog'ini olib kelibsizlar. Menga uyqu bo'lmayapti dedi. Ki sen bu to'proqni shaharni palon chetidagi qabristonga qo'yasan deb. Tushlarida. Ha. O'sha to'proqni endi o'sha joyga qo'yamiz dedi. Men dedim, shoshmang. So'raymiz dedim buni. Diniy idoradan, hokimiyatdan. Ular ham so'radik, ular ijozat berishmadi. Lekin bu g'arobiy kelaverdi. Bering, menga tinchlik yo'q dedi. U kishini tanimli deysiz. U kishi axiri menga murid bo'ldi. Menga vazifa bering, men sizga murid bo'laman dedi. U kelib ketaverdi. Hokimiyatlarga kirdi, hech ruxsat bo'lmagandan keyin meni rahmim keldi-yu, Samarqand to'prog'iga o'xshab bir sariq to'proqni berib yubordim. Lekin Imom Buxoriy buvoni qabrining tuprog'i emas. Yo'q. Endi u kishini tinchlatishim kerak edi-ku. Rahmim keldi. Olib ketdi bu kishi. Bugun yana olib keldi. Dediki, u to'proq emas ekan, ustozida. Yo'q, keyin umidi uzildi, qaytib kelmadi, shu bilan kishi olamdan o'tdi. Mana shunday tushunchaga soldiki, demak,
u kishini muborak bobo kalonlari o'sha qabristonda yotgan ekanmi? O'sha qabristonga bu to'proq talab qilinyaptimi deb o'yladim. Lekin u kishini gapini hech kim qabul qilmadi. Siz o'zingizdan tuproq bermadingiz. Bermadim. Lekin rahmatlik onam menga shunchagina berdilar, men dedim onajon, men xiyonat qila olmayman deb u kishiga ravo ko'ra olmadim. Qabrlarga bermadingiz, onangiz qabrlariga ham. Bera olmadim. Sizni o'rningizda boshqa odam bo'lsa, onasini, otasini hammasini qabriga borib qo'shib qo'yib yuborardi. Demak, siz shu ulug' bir mutafakkirni, buyuk bir allomamizni tuproqlarini hatto onangizni qabriga ham berishni xohlamadingiz. Xudbinlikka ravom yo'q. Ha, xudbinlik yo'q. Jamoatga jonimni beraman. Shu xudbinlik illatidan qutulishning iloji bormi, Hoji bova? Albatta iloji bor. Ulug'lar nima qildilar bu? Rizq azaliy, iymon jadaliy. Inson jalallash kerak. Jalallasa juvutan jannatga kiradi. Uning uchun illatlarni yo'qotish kerak, o'zidagi illatni. Jalallash kerak. O'zini jilovlaydi. Allohdan sabr panoh tilaydi. Faqat tilagida shu xoya havasini yig'ishtirib qo'yadi. Hatto do'stlarini, oilani ham xoya havasiga parvo qilmaydi. Ana shu paytdagina u erishadi. Rejissyorimiz Sharofiddin Tojiboyev otaning aytgan joylaridan shu aziz tuproqni olib chiqdi. Imom Buxoriy bobomizni qabrlaridan olib kelingan tuproq. Endi Hoji ota bu tuproqni bunday ko'rsating. Ochib ko'raylik bir. Tasvirchilarimizni tasvirga olsin. Xorijdan kelgan do'stlarim buni nihoyat ixlos bilan birma-bir boshini ustiga qo'ydi. Mana. Birma-bir. Ki ruhimiz shundan bir bahra olsin deb. Buni har qanday kishi e'tiboriga yetolmaydi. Ahmad hoji bilan bu kishilar muridlari ko'p. Ha. Chechenistonni man degan yigitlari, Ingushetiyani zo'rlari, Tataristondan Ha. Afg'on Rossiya elchilari keladi. hammasi Afg'on Rossiya elchilari. Ular ham ko'p ixlos bilan. shu Tuproqni bering deb so'ramadimi sizdan ular? Yo'q. Ravil Hazrat Bunda ham bu kishini ustozligida. Ha, Rossiya Bundan salom Federatsiyasining aytib turamanda. muftiysi Ravil Hazratlari ham bu kishini ustod deydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Ana bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Shuncha ulug' ishni qildingiz. Ana. Mana. Voy. Muqaddas tuproqda endi. Muqaddas tuproq haqiqatda. Ana. Sahih hadislar muallifi bir vatandoshimiz Imom Buxoriy Hazratlarining qabridan olingan tuproq. Ham vatanimizning tuprog'i, ham uni farzandi Imom Buxoriyning qabrlarining tuprog'i. Biz uchun muqaddas haqiqatdan. bunda shubhaga o'rin yo'q. Chunki bu aniq Haqiqat. joriy qilgan narsa. Bu yerda o'ylanmaga o'rin yo'q. Bugun yana haqiqatdan tarixiy voqeaga guvoh bo'lyapmiz. Anvar Mirzo aka, mana shunday ulug' bobomizni qabrlarini, tuprog'ini ko'rib ushlab qo'limizga to'tiyo qilyapmiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yaxshi kun ekan. Yaxshi kun ekan. Hoji bobo, sizga Alloh yana umr bersin ko'proq. Sizga o'xshagan mana shu ulug' vatanimizni, ulug' farzandlarini qabrlarini, tuprog'ini to'tiyo qiladigan allomalarimiz ko'paysin. Sog' salomat bo'ling. Yurtimizdan yana buyuk buxoriylar chiqsin. Buni o'z tafakkurim bilan tarozimga qo'ydimki, shunday fikr keldiki, kelajak avlodga san yetkazgin deb menga umrini ko'paytir dedimi deyman. Allohning inoyati bu ham. Man xalqqa bildirganim yo'q. Aytganim yo'q man. Kerak bo'lsa qo'ysin bilmaydi. Reklamani ham men yoqtirmayman. Lekin bilaman, agar men umraga borsam, o'zimdagi ana bu hujjatlarni olib borib, ozgina to'proqni bitta arabga ko'rsatsa, ular keyin meni boshiga ko'taradi. Bu narsalarni men yaxshi tushunaman, lekin menga kerak emas. Endi nima qilasiz? Bir umr siz bilan turadimi tuproq endi Imom Buxoriy Hazratlarining qabrining tuprog'i? Eshon bobo. Siz bilan bir vaqt orzu qilgan edik, niyat qilgan edikki, Xudo xolasa Imom Buxoriyni ustozlari Abu Hafs Kabir Buxoriyni qabrlari e'zozlangan, abadiylashtirilgan, juda go'zal maqbara bor. Va u kishini
o'sha Makka-yu Madinalarga, Siriyalarga, qayerga borib bo'lsa ham o hadislarni yig'ishga da'vat qilib, bu ulug' vazifani u kishiga vazifa qilib topshirgan ustozlarini qabrlari bor. Nasib bo'lsa, o'sha qabrni yonida ramziy qabrlarini yaratamiz o'sha yerda. Imom Buxoriy, katta Imom Buxoriyni yonlarida ustoz shogird deb. ustoz shogirdni yonma-yon qabrlari bo'lsa, ana bu butun dunyoni hammani tortadigan, diqqatini, hammani hurmatini yaratadigan amalga oshsin. Hoji ota, demak, Anvar Mirzo akam aytganlaridek, agar Imom Buxoriy bobomizni ramziy qabrlari o'zlarining ustozlarining yonida barpo qilinsa, shu tuproqni hadya qilasizmi, berasizmi? Beraman. O'sha paytda u kishi qaysi shahriga yoki qaysi mamlakatga borsalar, tabiiyki xalq Imom Buxoriy hazratlariga juda katta minglab odamlar peshvoz chiqqan, hurmatni joyi keltirgan. Bugun falon shaharga Imom Buxoriy kelar ekanlar, bugun falon masjidda Imom Buxoriy sahihlarni aytar ekanlar degan xabarni eshitgan xalq, minglab xalq aytish kerakki, Imom Buxoriyga peshvoz chiqqan, hurmat, ehtiromni joyiga qo'ygan. Lekin afsuski, ana shunday holatlarda Buxoriy hazratlariga hasad qilguvchi ayrim shayxlar va ulamolar ham topilgan. Eng yomoni ana shu shayxlar va hasadgo'y ulamolar Imom Buxoriy bobomizning tinchini buzgan va o'sha mamlakatlarda yashayotgan paytlarida ham, keyin o'zlarining ona vatanlari Buxoroy sharifga kelganda ham hasadgo'y shayxlar ularning ta'sirida Buxoroning o'sha paytdagi xoni va hatto aytish kerakki Samarqandning mas'ul mulozimlari ham Imom Buxoriyga qarshi sa'y harakatlar boshlagan. Buxoroga sig'magach Hazrat bobomiz Samarqandga yo'l oladilar. Samarqandda ham u kishiga mehr, muruvvat ko'rsatilmagach, keyin aytar ekanlar, endi men nafaqat Buxoroy Samarqandga, men endi dunyoga sig'may qoldim. Ey Parvardigori olam, endi meni huzuringga chorla degan ekanlar va ana shu hali 60 dan o'tar o'tmas yoshlari Buxor Samarqanddagi Xartang qishlog'i bugun xalqimizni va musulmon dunyosini aziz maskanlaridan biriga aylangan joyda jon taslim qilgan ekanlar. Hadislarda aytilishicha, Muhammad alayhissalom mening so'zimni eshitib, uni anglab yod olib, so'ng uni boshqalarga o'zi eshitganidek yetkazgan kishini Alloh yashnatsin, yuzini yoriq qilsin deb marhamat qilganlar. Imom Buxoriy bobomiz xuddi ana shunday zot edilar. Yuzlari yoriq, Alloh yashnatgan ulug' simolardan biri edi. Musulmon olamining eng ardoqli muhaddisi Imom Buxoriyning qabridan olingan tuproqning bir siqimi Rossiya Federatsiyasining Ural shahrida barpo etilgan masjid hovlisidagi Imom Buxoriy bobomizning ramziy qabriga tuhfa etilgan. Qolgani esa Vobkentlik Abdusalom xo'ja otada avaylab saqlanyapti. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, u kishi agar muhaddislar sultonining tug'ilgan yurti Buxoroda uning ramziy qabri barpo etilsa, tuproqning qolganini o'sha joyga tuhfa etaman dedilar. Agar haqiqatdan ham Buxoroy sharifda muhaddislar sultoni bo'lgan Imom Buxoriy bobomizning tug'ilgan joyi o'rnida ramziy uy va Buxoro shahrining eng so'lim go'shalaridan birida ramziy qabr, muzey va xuddi Samarqanddagidek muhtasham majmua barpo etilsa va bu joy xalqimiz hamda xorijlik sayyohlarning qadamlari armaydigan qutlug' dargohga aylanishi mumkin. O'shanda ul zotning ruhlarini shod etish barobarida yurtimizga ma'naviy yuksaklik va moddiy baraka ham kiradi deb o'ylaymiz. Bu borada mutasaddi tashkilotlar mutasaddilariga umid qilamiz va ularning xayrli ishlariga baraka tilaymiz.